Hozir mashhur sportchilar haqida badiiy filmlar suratga olish juda ommalashgan. Angel Di Mariyaning taqdiri bunday ekranlashtirishga to'liq loyiq. Balki qaysidir kinostudiyada kelajak film ssenariysi allaqachon yotgandir va argentinalik yarim himoyachi faoliyatini tugatishini kutayotgandir. Shunda nihoyat suratga olish boshlanadi. Agar ssenariy hali ham yozilmagan bo'lsa, uning potensial filmlari taxminan shunday bo'lar edi. Tushunganingizdek, PM News kanalida bugun argentinalik afsona haqida so'z boradi. Chunki Di Mariyaning hayoti va faoliyati dramatik burilishlar, qarama-qarshi qarorlar va yirik g'alabalar ketma-ketligidan iborat. Masalan, Angel juda erta yoshdayoq halok bo'lishi mumkin edi. Futbolga esa u oilaviy shifokor tufayli kirib kelgan. U safar uchrashuvlarga harbiy samolyotlarda uchgan. Bir necha yil oldin esa jahon chempionat finalida gol urdi. U ko'mir briketlari qadoqlovchisidan millionlab daromad oladigan top klub futbolchisigacha bo'lgan yo'lni bosib o'tgan. Uning Realdan Manchester Unitedga o'tganidagi voqeaning o'zi bir tarix. Ha, u ajoyib futbolchi, garchi doimo yorqinroq yulduzlarning soyasida qolgan bo'lsa ham. Demak, hikoyamizni boshladik. Angel 1988-yili 14-fevralda mamlakatning 3-yirik shahri Rosarioda tug'ilgan. Uning bolaligi go'yo ertaklardagidek katta sportni zabt etishga yo'l ochgan. Kelajakdagi Argentina terma jamoasi o'yinchisining otasi ham bir vaqtlar futbol o'ynagan. Miguel hatto River Plate yoshlar jamoasiga ham kirgan. Ammo jiddiy tizza jarohati tufayli professional faoliyatiga barham berilgan. Avvaliga u qiyinchilik ko'rmagan, ammo bitta yaxshi ish butun oilani deyarli bankrot qilayozdi. Bir kuni Miguel uy sotib olishni orzu qilgan do'stining kreditiga kafil bo'ladi. Do'sti esa bir payt to'lashni to'xtatadi va umuman g'oyib bo'ladi. Shunday qilib, kollektorlar Angelning otasi oldiga kelishadi. Yillar davomida Miguel ikkita kreditni, o'z uyinikini va beqaror do'stining uyinikini birga to'lab yurgan. Oilani boqish uchun u har qanday imkoniyatni qidirgan. Ba'zida internetda uni go'yo konchi bo'lgan deb yozishadi, lekin bu to'g'ri emas. Shunga qaramay, uning mehnati ham nihoyatda og'ir edi. Miguel Argentinada juda talabgir bo'lgan mahsulot, yog'och ko'mirni sotardi. Uyning orqa hovlisiga ko'mir to'kilardi. U esa uni briket qilib qadoqlardi. Maktabga ketishdan oldin men va singlim erta uyg'onib unga yordam berardik deb eslaydi Angel. Biz 9-10 yoshda edik. Ko'mir qadoqlash uchun ideal yosh. Bu biz uchun o'yin edi. Tayyor briketlarni yuk mashinasi olib ketganda, biz ularni orqa hovlidan mehmonxonadan o'tkazib, old eshik tomon olib chiqardik. Vaqt o'tib devorlar ko'mir changidan qop-qora bo'lib ketganda, menga aytishlaricha ular avval oq rangda bo'lgan. Lekin men ularni hech qachon shunday rangda ko'rmaganman deb eslaydi Di Mariya. Ko'mir savdosi otasining ilk biznesi emas edi. Avvallari Miguel kimyoviy vositalar tozalovchi va yuvuvchi moddalar sotgan. Hatto ularni uyida saqlagan. Katta idishlardagi xlorli va o'tkir kimyoviy moddalarni kichik idishlarga quyib sotardi. Buning uchun u uyidagi xonalardan birini do'konga aylantirgandi. Bizning shaharda bir dona tozalagich uchun do'konga borish odat emasdi, degandi Di Mariya. U yerda juda qimmat turardi. Buning o'rniga odamlar Di Mariya oilasi uyiga kelishardi. Onam esa ancha arzonga sotib yuborardi deb eslaydi. Ammo bu paytda onasi Diana kimyoviy sotish bilan birga kichkina bola bilan shug'ullanishga ham ulgura olmasdi. Bir kuni Angel ochiq eshikdan chiqib ketadi va uni mashina urib yuboray deydi. Shundan keyin kimyo biznesi tugatiladi. Onasi bolalarga e'tibor qaratadi. Bu Angel hayotidagi yagona xavfli vaziyat emasdi. Atiga 1 yoshida u hovlida hadunokda yurgan paytida ota-onasi bir zumga chalg'ishadi va shu vaqt ichida bola ochiq quduqqa borib, ichiga tushib ketadi. Yaxshiyamki buni darhol sezishadi va uni tezda chiqarib olishadi. Ota-ona bu holatdan keyin albatta yilning eng yaxshi ota-onasi unvoniga loyiq edi. Umuman ular Fransiya terma jamoasi himoyachilaridek jahon chempionati finalida bo'lgani kabi Angelga zo'rg'a ulgura olishardi. U juda harakatchan edi, doimo yugurardi va energiyani qayerga sarflashni bilmasdi. 4 yoshimda onam meni shifokorga olib bordi. Doktor u hech qachon charchamaydi, uy bo'ylab yuguraveradi. Nima qilay deb so'ragan edi u. Biz juda yaxshi Argentina shifokoriga uchraganmiz. U darhol javob bergan: futbol o'ynasin. Shunday qilib mening futbol yo'lim boshlangan deb eslaydi Di Mariya. Minglab yugurishlar va to'p bilan mashqlar ham oilaga qiyinchilik keltirardi. Angel shunchalik ko'p futbol o'ynardiki, uning butsisi 1-2 oyda butunlay yemirilib tamom bo'lardi. Yangi butsilar sotib olishga pul yo'q edi. Ularni vaziyat qutqarardi. Bor yo'g'i qolgan qismlarni yelimlab yamab qo'yishardi va shunda butsi yana bir necha haftaga chidardi.
1997-yilda yarim himoyachi El Torito Atletika maktabiga qabul qilindi. U yerda u eng yaxshilardan biri edi. O'zining aytishicha, 7 yoshida 64 ta gol urgan. Bu turnir davomida bo'lganmi yoki bitta o'yinda aniq eslay olmaydi. Qanday bo'lmasin, uning gol urish mahorati maktabdan tashqarida ham tezda tanila boshlandi. Bir kuni hatto radio orqali ham u haqda gapirib berishdi. Ular mendan intervyu olishmoqchi bo'lishdi. Men esa shunchalik tortinchoq edimki, deyarli bir og'iz ham gapira olmaganman deb eslaydi Angel. Torito istiqbolli argentinalik futbolchi uchun chegaraning o'zi emasdi va 2005-yilda uni Rosario Centralga taklif qilishdi. Bu taklifdan eng ko'p onasi quvondi. U bolaligidan shu klubni yoqtirardi. Otasi esa Newell's Old Boys muxlisi edi. Ikkisi ham Rosario shahrining jamoalari bo'lgani uchun ularning o'zaro raqobati juda kuchli edi. Bu holat oilada ham sezilardi. Derbi paytida Angelning ota-onasi turli jamoalarga muxlislik qilishardi. Endi esa ular birlashish uchun sabab topishdi. Shunga qaramay, Miguel oxirgacha o'g'lining transferiga qarshi turardi va doimo biror bahona topardi. Oilada mashina yo'q edi. U esa mashg'ulotlarga bir tomonlama 9 kilometr masofani bosib o'tishni juda uzoq deb aytardi. Ammo onasi o'z so'zida qat'iy edi. U har kuni Angelni velosipedda olib borishni aytdi. Ba'zan ularning yoniga singlisi ham qo'shilardi va uchalasi bir velosipedga sig'ib olardi. Futbolchining o'zi ham ota-onasining uning ishtiyoqi yo'lida qilgan barcha qurbonliklarni minnatdorlik bilan eslaydi. Uning aytishicha, Rosario Centralga o'tish sobiq jamoasi uchun ham foydali bo'lgan. Angelning gapiga ko'ra, uni tezkor, chaqqon va golli futbolchi sifatida maktabga juda yetishmayotgan 35 ta to'pga almashtirishgan. Yangi jamoaga moslashish og'ir kechdi. Yosh futbolchi ko'p bora o'yindan tushib qolardi. Bu esa murabbiyni g'azablantirardi. Ana shu pallada Angel futbolni tark etish haqida ham o'ylab qolgandi. O'ziga bo'lgan ishonchni qayta uyg'otishda onasi yordam berdi. U o'g'liga mashg'ulotlarga qaytib, uni past baholaganlarning adashganini isbotlashni aytdi. Tez orada jamoadoshlar bilan o'zaro tushunish paydo bo'ldi va inqiroz ortda qoldi. Ammo bu birinchi to'siq edi xolos. Angelni asosiy tarkibga uzoq vaqt davomida olishmadi. U 16 yoshida dubllarda o'ynardi. Kamtarona Argentina klubida yoshlar tarkibida uzoq qolish odatiy hol emasdi. Uning tengdoshlari allaqachon asosiy jamoa bilan mashq qilayotgandi. Ehtimol keyingi qadamni qo'yishga uning juda ingichka tana tuzilish xalaqit berayotgandi. Shunda savol paydo bo'ldi. Yana bir yil futbol o'ynashmi yoki oddiy ish izlashmi? Yana onasi aralashdi. U Angelni va otasini o'g'li yana biroz o'ynash kerakligiga ko'ndirdi. Oradan ko'p o'tmay Wenger Rosario Central asosiy jamoasida debyut qildi. Ammo shundan keyin ham uning hayoti ertakka aylanmadi. Klubning imkoniyatlari juda cheklangan edi. Ular hamma narsadan tejardi. Masalan, bir kuni Angel boshqa futbolchilar bilan Kolumbiyadagi Libertadores kubogi o'yiniga harbiy transport samolyotida borishga majbur bo'lgan. O'sha ulkan amerikalik Lockheed Hercules samolyotlari 50-yillardan beri ishlab chiqarilar edi. Shulardan birida ular safarga uchishgan. Aviaparvozlar Angliya Premyer Ligasi yoki La Ligadagidek emas edi deb eslaydi Angel. O'sha paytda Rosarioda xalqaro aeroport yo'q edi, faqat kichik aerodrom bor edi. Qaysi samolyot bo'sh bo'lsa shunga chiqaverardingiz. Hech kim savol bermasdi. Bir safar uchish maydonida katta yuk tashuvchi samolyot turardi. Orqa tomonida ulkan rampa bor edi. Rampa tushirildi. Biz ichkariga kirdik. Ichkarida bir nechta o'rindiq va yotib olishimiz mumkin bo'lgan matraslar bor edi. Parvoz 8 soat davom etdi. Rampa yopilganda juda qorong'i bo'lib qolgandi. Uchish vaqtida biz pastga tomon sirg'ala boshladik. Shunda jamoadoshlarimdan biri katta qizil tugmani bosmanglar. Agar eshik ochilib ketsa, hammamiz uchib ketamiz deb baqirgandi. Vaqtiga harbiy samolyotlarda uzoq uchishga to'g'ri kelmadi. 19 yoshli Angel Di Maria Benficaga 8 million yevroga o'tdi. Bu transfer uning yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatidagi muvaffaqiyatidan keyin amalga oshdi. U nafaqat unvonni qo'lga kiritdi va 3 ta gol urdi, balki masalan Sergio Aguero bilan birga o'ynadi. Messi o'sha turnirda ishtirok etmagan, lekin Angel u bilan atiga 1 yil o'tib Pekindagi Olimpiadada uchrashdi. Natija yana o'sha, oltin medal. Nigeriyaga qarshi finalda Di Maria yagona golni urdi. Klubdagi faoliyati ham yaxshi ketayotgandi. Gollar darrov kelmadi, ammo baribir unga asosiy tarkibdan joy berishdi. Lissabonda unga otasi har doim yordam berdi. Miguel ishdan bo'shadi va o'g'li bilan Portugaliyaga bir tomonlama chipta olib birga ko'chib bordi. Benfica bilan u 3 ta sovrinni qo'lga kiritdi. 2 marta Liga Kubogi va 1 marta mamlakat chempionligi. Mavsumdagi chempionlikdan so'ng uni Real klubi o'ziga tortdi.
Benfica bilan tuzilgan shartnomada taom puli juda katta ko'rsatilgandi. 40 million yevro. Real biroz kamroq, 33 million to'ladi va bu xarid o'zini to'liq oqladi. Bu nafaqat men, balki oilam, do'stlarim va ko'p yillardan beri meni qo'llab-quvvatlab kelgan hamkorlarim uchun ham faxrli lahza edi, deganda Anxel intervyularidan birida. Menga sening otang sendan ham yaxshiroq o'ynagan, lekin tizzasini sindirib olgan va uning orzusi shu bilan tugagan deb aytishardi. Yana bobong undan ham kuchli bo'lgan, ammo u temir yo'l halokatida ikkala oyog'idan ayrilgan deyishardi. O'sha paytda Real haqida faqat orzu qilish mumkin edi. Madridda esa haqiqiy yulduzlar jamlangan edi. 2010-2011 yilgi mavsumda Jose Mourinho qo'l ostida Ronaldo, Benzema, Higuain, Kaka, Ozil, Xabi Alonso, Sergio Ramos o'ynardi, lekin Di Maria bu manzarani buzmasdi. Chempionatda Anxel 6 ta gol urdi va yana 16 marta sheriklari gol urishiga yordam berdi. Muxlislar uning tezligi va tinimsiz ishlashi bilan eslab qolishgan. Biroq u yillarda Ispaniya kubogidan jiddiyroq so'rin yutishning imkoni bo'lmadi. Chempionatda Real Barselonadan ortda qoldi va Chempionlar Ligasi yarim finalda ham aynan ularga mag'lub bo'ldi. Yevropadagi natijalar keyingi yili ham o'zgarmadi. Buning o'rniga Real Ispaniyada hammani vayron qildi. Klub rekord o'rnatib, bir mavsumda 100 ochko to'pladi va 121 ta gol urdi. Shulardan 5 tasi Di Mariyaga tegishli edi. Yana 16 tasi esa uning uzatmalaridan kiritildi. Argentinalik o'zining shaxsiy golli uzatmalar rekordini 2013-2014 yilgi mavsumdagina yangiladi. O'sha mavsumda u 18 ta assist qayd etdi. O'sha yili Carlo Ancelotti boshchiligidagi Di Maria klubdagi eng muhim sovrinni, Chempionlar Ligasi kubogini qo'lga kiritdi. 2014-yilda Di Maria jarohatlardan qiynalgan va Atleticoga qarshi finalni o'tkazib yuborish ham mumkin edi. Lekin u nafaqat maydonga tushdi, balki o'sha o'yinning eng yaxshi futbolchisi bo'ldi. Oradan bir necha hafta o'tib, Di Mariyaning hayotida yana bir ulkan final bo'lishi mumkin edi. Germaniyaga qarshi Jahon chempionati finali. O'sha o'yin futbolchining faoliyatidagi eng bahsli voqealardan biri bilan bog'liq. Finaldan 6 yil o'tib, Anxel aytishicha, Real klubidan Argentina terma jamoasiga xat yuborilgan. Unda futbolchiga navbatdagi jarohati sabab maydonga tushish taqiqlangani aytilgan. O'zi esa o'ynashga tayyor ekanligiga ishonardi. Argentinalikning fikricha, Real uni sotib, Jahon chempionatida porlagan James Rodriguesni xarid qilmoqchi bo'lgan. Agar Di Maria jarohatini og'irlashtirsa, klub foydali bitimdan mahrum bo'lar edi. Ammo Argentina finalni yutqazdi. Di Maria esa maydonga tushmadi. Realdan Di Maria yangi shartnoma so'radi. Aytishlaricha, uning agenti Jorge Mendes Florentino Perez bilan yiliga 8 million yevro haqida muzokara olib borgan. Carlo Ancelotti qimmatli futbolchi bilan xayrlashishni xohlamasdi, lekin uni sotishga qarshi ham emasdi. Shunday qilib Di Maria Manchester Unitedga yo'l oldi. Real bu transferdan 75 million yevro ishlab oldi. Manchesterda u Robin van Persiedan ham ko'proq, haftasiga 280 ming funt olardi. Faqat Wayne Rooney undan ham ko'proq, 300 ming funt olgan. Ammo United byudjetni behuda sarfladi. Avvaliga Anxel juda yaxshi o'ynadi, ammo ko'p o'tmay susayib qoldi. Jarohatlar yana bezovta qila boshladi. Intizom bilan bog'liq muammolar paydo bo'ldi va natijada u zaxiraga tushib qoldi. Telegraf nashri uni mavsumning eng yomon transferi deb atadi. Anxel esa keyinchalik o'sha paytdagi murabbiy Louis van Gaalni o'z faoliyatidagi eng yomon murabbiy deb ta'riflagandi. Albatta, muxlislarga ham gollandiyalik mutaxassis yoqmasdi, ammo ular yangi futbolchini ham qo'llab-quvvatlashmasdi. Vaziyatni futbolchining rafiqasi ham murakkablashtirdi. Jorgelina Cardozo zerikarli Manchesterni yoqtirmasdi va eridan Angliyadan iloji boricha tezroq ketishni talab qilardi. Unga norozi bo'lish uchun sabablar yetarli edi. Di Maria kelganidan bir necha oy o'tib, ularning uyi talon-taroj qilinishiga bir baqiya qolgandi. Manchester dunyoning eng yomon joyi degandi u 2020-yilda. U yerda menga hech narsa yoqmadi. Kunduz soat 2 da ham go'yo tun bo'lgandek qorong'i bo'ladi. Ayollarning hammasi oriq, rasmiy va g'alati, go'yoki bo'yanib olgan qo'g'irchoqlar kabi. Sen ko'chaga bo'yoqsiz, oddiy qilib sochingni yig'ib chiqasan va ro'parangdan ular keladi, hatto seni o'ldirmoqchidek ko'rinardi. Ovqatlari ham dahshatli edi deb intervyu bergan edi uning ayoli. O'sha paytda Manchester klub va shahar sha'nini Gary Neville himoya qilib chiqqan edi va boshqa argentinaliklarga hammasi mos bo'lganini eslatdi. Men Di Mariyadan juda katta natijalarni kutgandim, ammo u dahshatli o'yin ko'rsatdi. Birinchi kundanoq unga hech narsa qiziq emasligi bilinib turardi. U Aguero yoki Sabaleta kabi bo'lishi mumkin edi. Ular yillar davomida Manchesterda o'ynab ketishni o'ylashmagan ham, deb javob bergan edi Gary Neville. Uniteddagi o'sha mavsum Di Maria uchun Angliyadagi yagona yil bo'ldi.
2015-yilda u PSG ga 63 million yevroga o'tdi. Parijda Anxel Laurent bilan qo'l ostida, Ibrahimovich va Cavani bilan birga o'ynadi. Bu safar hech qanday mojarosiz. Manchesterdagi hayotga moslashish qiyin bo'lgandi. Endi esa u Parijda baxtli. Bu yerda atmosfera ko'proq Lotin Amerikaga yaqinroq edi. Jamoada tanish o'yinchilar ko'p deganda murabbiy futbolchining debyuti arafasida. Yangi jamoada sovrinlar yutish ham yanada oson bo'ldi. Albatta ichki sovrinlar. Chunki bu Paris Saint-Germain. 7 yil davomida Di Maria 5 marta Fransiya chempionligini, 5 marta mamlakat kubogini qo'lga kiritdi. Dastlabki mavsumidayoq u o'zining golli uzatmalari bo'yicha shaxsiy rekordini takrorladi. 18 ta assist va 10 ta gol. Har qanday boshqa klubda bunday natijalar bilan Di Maria jamoaning bosh yulduzi deb atashardi. Ammo PSG tarkibida doimo undan ham mashhurroq futbolchilar bor edi. 2017-yilda Neymar, 2018-yilda Mbappe, 2021-yilda esa Messi keldi. Albatta, bu ismlardagi futbolkalar ko'proq sotilardi, ammo Di Mariani bu narsalar qiziqtirmasdi ham. Aksincha, Lionelning PSG ga o'tishini u yana bir sovrindek qabul qilgandi. Aynan o'sha transfer oldidan Argentina terma jamoasi ko'p yillar orzu qilingan Amerika kubogini qo'lga kiritgan edi. O'sha yozda yulduz futbolchilar nafaqat terma jamoada, balki klubda ham birlashishdi. Mening barcha orzularim bir oy ichida ro'yobga chiqdi. Men Amerika kubogini yutdim va endi Messining yonida o'ynayman. Hali buning barchasini to'liq anglab ulgurmadim. Leo bilan bir xil kiyim almashtirish xonasida bir libosda bo'lish bu alohida tuyg'u deb eslagan edi Di Maria. Aytgancha, aynan Messi Di Mariaga Lapsha, ya'ni El Fideo laqabini o'ylab topgan. Balki Anxel endi 16 yoshdagidek juda oriq emasdir, ammo ba'zida baribir uni yozda argentinalik buvisining oldiga yuborib, biroz to'yintirgisi keladi odam. Di Maria bu laqabdan umuman xafa bo'lmaydi. Javob tariqasida esa Messini burga deb ataydi. Uning Parijdagi bosqichi 2022-yilning yozida yakunlandi. PSG mavsum tugashiga bir necha hafta qolganda uning shartnomasi uzaytirilmasligini e'lon qildi. O'sha paytda Di Maria 34 yoshga kirganda. U ortga vatanga qaytishni o'ylashi mumkin edi, ammo oldinda jahon chempionati turardi. Muxlislar ko'z o'ngida qolish muhim edi. Ustiga-ustak Juventus unga juda yaxshi shartnoma, yiliga 7 million yevro taklif qildi. A seriyada u Sassuologa qarshi o'yinda darhol gol urib, golli uzatma ham berdi, lekin keyin jarohatlar boshlandi. Jahon chempionati boshlanishiga atiga bir oy qolganda u sonidan jarohat oldi va 3 haftaga safdan chiqdi. Shunga qaramay uni jahon chempionatiga olib ketishdi. U faqat bitta to'liq o'yin Saudiya Arabistoniga qarshi uchrashuvda maydonga tushdi. O'shanda Argentina kutilmaganda yutqizib qo'ygandi. Keyingi o'yinda Meksikaga qarshi Anxel eng yaxshi qiladigan ishini qildi. Messiga golli pas berdi. O'zi esa yagona golni fransuzlar bilan o'tgan ajoyib final uchun saqlab qo'ygandi. Golga bo'lgan ko'z yoshlari va yurak shaklida qilgan mashhur ishorasi o'sha o'yinni yanada unutilmas qilgan lahzalar edi. Fransuzlar darvozasiga uyushtirilgan o'sha aql bovar qilmas reyd, natijada qo'yilgan penalti, bular hammasi hal qiluvchi bo'ldi. Di Maria jahon chempionatining aniq qahramonlaridan biri edi. Biroq qiziq tomoni shunda ediki, u bularning barchasini avvaldan sezgandi. O'yindan biroz oldin u xotiniga shunday xabar yozgan: "Azizam, men jahon chempioni bo'laman, bu aniq. Finalda gol ham uraman. Bizning o'yinimizdan zavqlan. Biz tez orada jahon kubogini ko'taramiz. Bizning jamoamiz bunga loyiq." Finaldagi g'alaba Di Maria uchun terma jamoa safidagi karyerasini yakunlovchi nuqta bo'lishi kerak edi. U buni fransuzlarga qarshi o'yindan ancha oldin aytgandi. Ammo Anxel fikrini o'zgartirib, terma jamoa libosida yana maydonga tushishini aytdi. U hozir 37 yoshda, lekin kuchi va energiyasi hali uzoq vaqt yetadigandek. U Juventusdan so'ng uni ilk bor Yevropaga taklif etgan Benficaga bordi va u yerda uni lissabonliklar katta mehr va muhabbat bilan qarshi olishdi. Shu bois Di Maria yana 2 mavsumni Portugaliyada o'tkazdi va o'sha davrda u terma jamoasi bilan yana bir bor Copa Amerikani qo'lga kiritdi. So'ngra u o'z vatani Argentinaga qaytib, Rosario Central sharafini himoya qilishni boshladi. Uning yurtiga qaytishini ham muxlislar chiroyli qarshi olishdi va uni hatto ko'z yosh to'kishga ham majbur qilishdi. Hozir u jamoa safida 37 yoshda ham muhim o'yinchilardan biri bo'lib turibdi. Jamoasini chempionlik sari qadam tashlashiga yordam bermoqda. Oxirida esa siz Di Mariani yana ko'proq sevib qoladigan kichkina bir mulohaza. Argentinalik yigit Lissabonga ketayotganda 19 yoshida o'zining 6 yaqin do'sti bilan bir xil tatuirovka qildirgan edi. Unda shunday yozuv bo'lgan: "Pedrielda tug'ilish mening hayotimda yuz bergan eng yaxshi voqea bo'lgan va bo'ladi. El Pedriel uning tug'ilib o'sgan shahri, Rosario tumanlaridan biri. U yerda uni mashina urib ketay deganda, u yerda u ko'mir to'la qoplarni ko'targan. O'sha paytda futbolchi bu tatuirovkani qilayotganda
15 yildan keyin yana bir tatuirovka soniga Jahon Kubogini ulkan sovrinni chizdirishni tasavvur ham qilmagan bo'lsa kerak. Ehtimol uning hayotidagi eng baxtli lahza Qatar finalda bo'lgandir. Ammo o'sha lahza bo'lmasligi ham mumkin edi. Agar u Rosario shahridagi bolaligiga otasining futbolchi bo'lish istagi, onasining qat'iyati va shifokorning bu g'ayratli bolani futbolga berish kerak deb aytgan muhim maslahati bo'lmaganida. Do'stlar, afsonaga like bosishni unutmang. Shuningdek, izohlarda keyingi safar qaysi afsonaviy futbolchi haqida hikoya eshitishni istashingizni yozib qoldiring va kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmang.